Imom Abu Bakr Boqiloniyning Rum yurtiga safari. 5-qism. Yakuniy munozara. Qozi Abu Bakr Boqiloniyning Rum yurtiga, davlatning tashqi siyosatiga taalluqli masalada elchi o'laroq safarda ekanidan xabarimiz bor. Rum shohi bu fursatdan foydalanib, Imom Boqiloniy bilan bir necha ilmiy munozaralar o'tkazdi. Tarixchilar bu munozaralarni ta'riflab shunday deydilar: Alloh taolo bu munozaralar bilan o'z dinining barcha dinlardan ustun ekanini ko'rsatib qo'ygan. Biroq bu voqealarning eng mashhuri quyidagicha bo'lgan. Rumliklar shohi Imom Boqiloniyni ketishidan oldin o'zlarining katta marosimlardan biriga taklif etib, unga hadyalar bermoqchi bo'ladi. Bu marosim uchun mubolag'a bilan o'zgacha tayyorgarlik ko'rdilar. Musulmonlar qozisi, buyuk imom, xush kelibsiz. Ey shoh, yo'q, Rumlar shohi. Mana sizning bayram kuningizda chaqirig'ingizga ijobat qilib keldim. Bugun sizni yuksak maqom, ulug' inson, betakror mehmon bilan tanishtiraman. Buyuk patriarx Batrikni olib kiring. Ey faqih, olim bu zot eng katta Batrik, millat volisi, dinimizning eng buyuk peshvosidir. Xush kelibsiz, ey buyuk Batrik. Ahvollaringiz yaxshimi? Oilangiz, farzandlaringiz sog' salomatmi? Nimalar deyapsan, ey sen? Ey Batrik janoblari, sizning oilangiz va farzandlaringiz ahvoli haqida so'rayapman. Jinni bo'libsan, ey imom. So'zlarimning nimasi yoqmadi axir sizlarga? Ey sen, axir Batrik oila va farzand kabi nopok ishlarni qilmaydi, bilmaysanmi? Ey siz, nasorolar, bu insonni ayol va farzand qilishdan ulug'laysizlar. Uylanish, farzand ko'rishni bilmaysizlar-ku. Ammo bu so'zlarni bemalol Robbingizga nisbatlayverasizlar. Buning naqadar qabohat va quruq safsata ekani ochiq bo'lib qoldi-ku. Bu shaytonni nima qilishimni buyurasiz? Hojatini bitirib, hojasi musulmonlar shohiga hurmat ko'rsat va hadyalar yubor. Bu iroqlikni tezroq bu yerlardan uzoqlashtir, yo'qsa u nasroniylikning balosi bo'ladi. Shoh uning buyruqlarini bajarishga zudlik bilan kirishdi. Abu Bakrga ketishi uchun izn berdi. Unga qo'shib, o'zlaridagi musulmon asiralardan bir qanchasini yubordi. Qozi odamlari bilan tinch yerlarga yetib olguncha qo'riqlab boradigan qo'riqchi askarlar tayinladi.